Men Buxorodanman va 2 yildan ortiq blogimni olib boraman va men 2 yildan beri blogimni yuritaman va oxirgi marta kontentdan qachon dam olganimni bilmayman. Men 2 yildan ortiq blogimni yuritaman va kuniga 2 ta 3 ta kontent qo'yishim shart. Agar umuman kontentim bo'lmasa, men panikaga tushaman. Men 2 yildan ortiq blogimni yuritaman va YouTube'da 100 mingdan oshiq, Insta'da 93 ming va TikTok'da 40 ming. 2 yildan ortiq blogimni yuritaman va men uchun eng qiyin platforma bu TikTok. Hech qachon bilmaysiz, qanaqa kontent rekomendatsiyaga tushadi va qanaqa kontent zo'r auditoriya olib keladi. Men uchun eng oson podpishchik to'plagan platformam bu YouTube. Men 2 yildan ortiq blogimni yuritaman va har doim instrumentlarimni yangilashga harakat qilaman. Shtativ, mikrofon, telefon, svet. Men 2 yildan ortiq blog yuritib kelaman va shu paytni ichiga 4 marta telefon almashtirdim. Birinchi 15 Pro Max, keyin 16, hozir 17 Pro Max va mana bu qo'limdagi 15 ni o'zi. 15imni berib 16 olganman, 16imni berib 17 olganman va mana bu 15 ni o'zini prosta tak olganman. Chunki salom hayotni shartlari juda ham oson. Sizlar ham xuddi shunday qilib bilasizlar. Hozir-ku вообще arzon qilib tashaganlar. 17 Pro Max'larni oylik to'lovi $120. Bitta pasport evaziga. Полный komplekt podarkachalarni ham beradilar. Men 2 yildan ortiq blog yuritaman va iPhone syomkalar uchun juda ham muhim. Men 2 yildan ortiq blog yuritaman va Insta'da hali ham 100 k bo'lmadik. Podpiska bosamiz va savollaringizni kommentariyada kutib qolaman. Всем пока.